Joe Biden hökuməti 10-cı ayının 13-cü günü dövlət xəvfsizligi strategiyasını elan qılğan olub, buningda Xitayning baş götürüşini çəkləş oturuq qoyulğan. Şunaqla ittifaqdaş dövlətlər bilan hamkorlaşıb, Xitayning demokratik dövlətlərə selayotgan təhdidiga taqabul turishning muhimligi ta'kidlangan. Amerika ovozining bu vaqtda xabar berishicha, Rossiya Ukrainaga hujum qilgandan keyin Xitoy butun dunyo uchun eng chong tahdidga aylangan. Agar Amerika dunyodagi o'rnini va ta'sirini saqlab qolaman desa, Xitoy bilan bo'layotgan iqtisodiy va harbiy raqobatda utib chiqishi kerak ekan. Prezident Joe Biden 12 oktyabr bu strategiyani e'lon qilgan kuni so'z qilib, biz Xitoy bilan bo'layotgan raqobatda ustunlikni egallab, Rossiyaning xatirini oyoqlashtirishimiz kerak degan. Amerika Davlat xavfsizligi maslahatchisi Jek Sullivan Xitoy tahdidi haqida to'xtalib, Xitoyning maqsadi davlat kuchini oshirib, yangidan xalqaro tartib o'rnatish va xalqarodagi raqobatlik muhitni o'ziga foydali tarafga burish degan. Competition with the PRC is most pronounced in the Indo-Pacific, but it is also increasingly global. 48 betlik bu strategiya bayonotnomasida Xitoy bilan bo'layotgan raqobatning endi Tinch okean rayonidan olqib, butun dunyoga kengayotganligi o'tirib qo'yilgan. Amerika hukumatining Xitoyning Xinjiangda yurgizayotgan xo'rlash, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini davomli javobgarlik tortdirganligi, Tayvanga o'xshash ittifoqdoshlarga va sheriklarga keladigan xavf va tajovuzning oldini ola oladigan, ham ularni qo'g'day oladigan harbiy kuchga mablag' selishni oldingi o'ringa qo'ydiganligi aniq ko'rsatilgan.